Xazinem tor til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibrис va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel daqiqalarda yana uchrashdik. Men do'stinglar Almira To'xti. O'zi ustida o'yilishni bilish bir odamning eng qaltis iqtidoridir. Odam ish qilganda oldi bilan shu har qanday bir munosabat va yoki har qanday bir sababni o'zidan izlash lozim. Ish qilganda mas'ul ko'rilsa, mas'uliyatni darhol boshqalarga ittirib qo'ydigan odamlarni uchirtib boqqanmidingiz? Masalan, oilasida inoqsizlik ko'rilsa, hamma savallik jo'risining mijoz usal bo'lganlikdan, ham yana xizmat savallik ko'rilsa, xizmatdoshlarim yaxshi moslashmadi deydigan kishilardan. Ba'zilar bargan sir pishib yetiladi. Sehri kuchga ega bo'ladi, ro'yi olti so'zuk bo'ladi. Xuddi tog' daryolardek mustahkam, ko'ksi qarni keng bo'ladi. Yana ba'zilar bir umr jafo chekadi. Faqat ish cho'ng'ib, aql parast oshmaydi. Oddiy bo'lish qimmatlik degandek so'zlar bilan o'zining hech ishni vujudga chiqarmaganligiga tasalli berishni yaxshi ko'radi. Bu xil farqni keltirib chiqaradigan sabab balkim dal o'zi ustida o'yilishni bilish, bilmaslikni o'z ichiga elishi mumkin. O'z ustida o'yilish bir odamning yaxshilanishining boshlanishi. Kunzi mundaq degan: Danishmanlarni ko'rganda ular bilan o'xshash bo'lishni o'ylash kerak. Fazilatsizlarni ko'rganda o'z ustida o'yilinish kerak degan. Turmushda masalaga yo'liqqanda oldi bilan o'zining yaxshi qilmag'ini qarash, qilganlarda yetarlik bo'lmagan joylarning bor yo'qligiga qarash, oldi bilan sababini o'zidan izlash kerak. O'zi ustida o'ylanganda, ondan o'zini aniq to'ng'ilib bo'ladi. Mundaq bir jumla so'zni intayin yaxshi ko'rman. Bir odam deriz orqali sirtqi dunyoni ko'rishi, aynak tayinib ichki dunyosini ko'rish kerak. Deriz orqali sirtdagi yorug'likni ko'radi. Aynak orqali bo'lsa, o'zidagi yetarsizlikni ko'radi. O'zi ustida o'ylanish xuddi aynakka qaraganga o'xshash bo'lib, o'zidagi mukammal bo'lmagan joylarni ko'rsatib beradi. U mukammalsizliklarni yig'ishtirish, ratlash, qo'shish, chiqarib etish kerak. Masalaning sababini topgandila, ondan qaratmalıqı bo'lgan holda tuzitib, olg'a bosqali bo'ladi. Amaliyotda biz turmushda emas, xizmatda doim o'zimiz ustida o'ylanib, qayta o'ylanib, oyoqlashib bo'lgan xizmatlar ustida qayta o'ylanishimiz va xulos chiqarishimiz lozim. Shunda qilgandila yana ilgariy olamiz. Agar o'zdeksiz turda o'zimiz ustida o'ylanib, xatoligimiz ichidan hal qilish taktikasini tepib hamda uni tuzitib olsaklar, o'zingiz ustida o'yilinish orqali texim yaxshi o'zingiz bilan uchrasha olasiz. Bir odam har kuni muvofiq bo'lmagan gaplarni qilib, muvofiq bo'lmagan ishlarni qilsa, amaliyotda o'zini to'xtamay tekshirishi va xatolik ustida o'ylanishi kerak. Bir odamning atiga nisbatan qanday plani bo'lishi, kelgusiga nisbatan qanday planlar bo'lishi kerak degan masalalarni planlashga va o'rinlashtirishga to'g'ri keldi. Ko'nlarda o'zi ustida o'yilanish go'zal axloqqa tutishadigan yo'l degan gap bor. Turmushda bir eg'iz gapni xato qilib qo'yganda, keyingi qitim texmi loyiqida so'zlashni bilishning o'zi olg'a bosqanlik bo'ladi. Xizmatda bir ishni xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, shuningdan keyin qayta sodir qilmaslikning o'zi o'sib yetilganlik bo'ladi. Xatolik ustida o'ylanishni bildigan odam o'zini yenglash iqtidoriga ega bo'lg'ashqa, afzallikni o'ziga sho't qilib, nachar sharoitni o'ziga yo'l qilib ma'olaydi. Ilgirki tajribali kishilar turmushdagi kechirmishlarga singdirilsa, texmi yaxshi bo'lgan o'zini vujudga chiqarg'il bo'ladi. Bundan keyin o'zingiz ustida o'ylanishni ayna qilib, ichki omilga qaytib, yuqori qarab o'sib yetilishingizni umid qilaman.